Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida görüşіңlərni qızğın qarşı alamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bu yil 1 oktyabr kuni, ya'ni bugun Xitoy Kompartiyasining Jahongir Xitoy davlatini Junxo Xalq Jumhuriyati deb e'lon qilganligining 75 yillik xotir kuni. Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi tajovuzchi Jahongir Xitoy hokimiyati 1949 yili 1 oktyabr kuni Xitoy Xalq Jumhuriyatini e'lon qilgandan keyin 1949 yili 10 ayning 12 kuni tez surat bilan Sharq Turkistonga tajovuz qilish, Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashlash, Sharq Turkistonni mustamlika qilib olishdek vahshiy jinoyatini sodir qilish qadamini tiziltib, 20 oktyabr kuni Urumchini, 22 noyabr kuni G'uljini, 26 noyabr kuni Qashqarni, 22 dekabr kuni Xotanni ishg'ol qilib olgandan keyin mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib besib olgan. Muaziratdagi ba'zi tashkilotlarimizdan tortib xalqimizgacha ing'iga singib ketgan Xitoyning 1949 yili 10 ayning 1 kuni Sharq Turkistonni besib olganligidek xato qarash mavjud. Sharq Turkistonning mustaqilligi asliga kelmaguncha xalqimizning hurlikka chiqmaydiganligi hammamizga ayon bir haqiqat va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, tajovuzchini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, Allohga qul bo'lib yashash farz bo'lgan ekan, biz qilayotgan har bir harakatlarimizda rostchil, samimiy bo'lib, reallikni asos qilishimiz, xatoliklarimizni tuzitib, qat'iy tirishishimiz lozim. Shundoq qilgandala Allohning yordamiga erishib, olg'a ilgarilaye olamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatı Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligini la'natladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bu vaqtda bugun e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. 1949 yili 10 ayning 1 kuni Xitoy Kompartiyasining aytganidek Xitoy Xalq Jumhuriyati emas, balki texmo rəimsiz və aldamçılıqda çekiga yetgan Xitoy imperializmi qurildi. Kommunizm bayrağı ostiga yoshiringan Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilishi o'xshash rəimsiz maqsadlar bilan Xitoyning dunyoning hukmronlik o'rnini qo'g'lish uchun egalik huquqli davlatlarga tajovuz qilish, ishg'ol qilib olish, mustamlika qilish va yo'qotishga o'xshash rəimsiz nishonlarning turtkisida Xitoy jahongirligining jonlanishini ishorat qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtuminalo apandi 10 ayning 1 kuni Xitoy imperiyasi atalmış Xitoy Xalq Jumhuriyati sifatida qayta tug'ilgan payt, garchi Xitoy Kompartiyasi jahongirlikka qarshi turdiganligini yolg'ondan o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, jahongirlikni tanlabla qolmay, balki kengaytdi dedi. Xitoy imperiyasi 1949 yili 10 ayning 12 kuni qayta dunyoga kelib, o'zini Xitoy Xalq Jumhuriyati deb e'lon qilib, 2 haftaga bormagan vaqt ichida Sharq Turkistonning mustaqilligini buzg'unchilikqa uchirtib, ishg'ol qilib oldi. Shuningdek keyin Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkistonning egalik huquqini yo'qotish, kulturini bostirish va irqiy qirg'inchilik yurgizish uchun izchil harakat boshlatdi. Irqiy qirg'inchilik hozirgacha davomlashmoqda. Faxrlik mustaqil davlat Sharq Turkiston Beyjingning mustamlika qilish va jazo lagerlariga keng ko'lamda yig'ib olish, tug'mas qilib etish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, qul qilib olish, hayotning har qaysi taraflarini kuzatish qatorliq rəimsiz usullar bilan ijro qilayotgan siyosatining sinoq maydoniga aylandi. Shundaqla Xitoyning markazi va Janubiy Osiyoga kengayishdagi tayanchiga aylandi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xitoy orzusi jahongirlikning qabohatlik tushidan boshqa narsa emas. U iqtisodiy va harbiy kuchdan halqib ketgan, ishg'ol qilingan millatlarning kimligini yo'qotishni maqsad qiladigan umumiy hukmronlik ta'limoti bo'lib, Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyadagi til, din, kultur, kishilik huquq, millionlagan insonning hayotini sistemlik yo'qotib o'tdi. Xitoy hokimiyati yo'lga qo'ygan irqiy qirg'inchilik siyosati mustabidlikning qo'shimcha mahsuloti emas. Bular o'zi bo'ysundirgan xalqlarni mangulik yo'qotishni maqsad qilgan imperial bir kuchning planliq strategiyasi hisoblanadi. Bu texnik keng mustamlikachilik strategiyasi yolg'iz Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyani emas, butkul dunyoga bo'libmi Hind Tinch okean va O'rta Osiyodagi davlatlarga tahdid soladi. Xitoy Xalq Jumhuriyati imperatorligining 75 yili ishg'ol ostidagi millionlagan kishilarga zulm, mustamlikachilik, jahongirlik va davlat qo'llagan terrorlikdan boshqa narsa elib kelmadi. Xitoy Xalq Jumhuriyatini razil mustamlikachi imperiyadan iborat tabiati bilan tunishini, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyani qonunsiz ishg'ol qilib olganligini ayblashga chaqirdi. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyati mustamlikasining oxirlashishi va ishg'ol ostidagi barliq millatlarning mustaqilligini asliga keltirishini talab qilamiz. Xitoy jahongirligini yo'qotadigan payt keldi. Uyg'ur xalqi va boshqa turkiy millatlarning mavjudligi va izzat hurmati
Faqat Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirgandala ondan kapolatga ega bo'ladi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining 75 yillik Xitoy jahongirligi elib kelgan yer sharviy tahdidni ochiq eslatadi. Dunyoning bu razil imperiyaga qarshi ittifoqlashib, Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyadagi ezilgan xalqlar bilan bir safda turib, ularning erkinligi va egilik huquqini asliga keltirish ko'rishini qo'llaydigan payt keldi dedi. Al Jazeera xabar kanalining 1-oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Yaponiya hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar partiyasining a'zolari ko'p sonliqning qatnashishi bilan seshanba kuni Ishibaning tayinlanganligini dalillagan. 67 yoshlik bu kishi vazifasidan ayriladigan rahbar Fumio Kishidaning o'rnini oladi ekan. Bilet tashlashdan keyin Ishiba 19 ministerdan tarkib topgan kabinetni oshkorlagan. Yangi bosh minister 27-oktyabr kunidagi saylovga tez tayyorlik qilish kerak ekan. Ishibaning vazifaga tayinlanishi juma kuni u 80 yildan buyon hokimiyat yurgizgan Erkin Demokratlar partiyasiga rahbarlik qilish musobaqasida g'alabani qo'lga keltirgandan keyin elib berilgan. Sobiq davlat mudofaa ministri 7 yilga yaqin vaqt ichida qattiqqo'l Sana Takaichini 215 bilet bilan mag'lub qilgan. Ishiba ilgari kam deganda 3 ministerlik vazifasini o'tagan bo'lib, Erkin Demokratlar partiyasi rahbari bo'lishdan ilgari 4 qatam mag'lub bo'lgan ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Yaponiya Liberal Demokratik partiyasining yangidan saylangan rahbarini tabrikladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtuminala apandi Sharq Turkiston va uning xalqiga vakolatan Shigeru Ishiba apandining Yaponiyaning Liberal Demokratik partiyasining rahbari bo'lib saylanganligini va yaqinda bosh ministr bo'lib saylanishini yurakdan tabriklaydiganligimni bildiraman. Sizning saylanishingiz yolg'iz Yaponiya uchun muhim bo'lib qolmasdan, yana barliq rayon uchun muhim. Biz sizning rahbarligingizning yolg'iz Yaponiyaning taraqqiyotini ilgari surib qolmay, yana Osiyoning tinchligi uchun intayin muhim rol o'ynaydiganligiga ishonchimiz komil. Sharq Turkiston surgundi hukumati Yaponiyaning tinchlik, inson haqlari, negizli xalqaro tartibga tayangan qonunni kuchaytirish va'dasiga amal qiladi deb qaraydi. Mana shu chiqish yo'lidan biz sizning hukumatingiz bilan Xitoy hukumatining mavjud tahdidiga qarshi turishda hamkorlashishga tayyor. Xabaringlar bo'lgandek, Xitoyning bostirish harakati bo'libmi ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi qilmishi erkinlik va rayon olqigan bexatarlikni bostirishdek dunyoviy xarakterlik oqibatni borliqqa keltirdi. Shuning bilan bir vaqtda biz birlikda erkinlik, demokratiya va egilik huquqni kapolatga ega qilishdek har ikki davlat xalqi qadrlaydigan erkinlik qimmat qarishining qo'g'dilishiga kapolatlik qila olamiz. Sharq Turkiston xalqining ko'rishi yolg'izla o'z xalqining hayotda qolishi uchun bo'lmasin, balki yana Xitoyning Osiyo va dunyodagi mustabid kengaymichiligiga qarshi turish uchundir. Yaponiya Hindi Tinch okeanining rahbari bo'lish sifati bilan bu tahdidlarga qarshi o'xshashi bo'lmagan sharoitga ega. Biz hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlatning kelgusi adolat, egilik huquq, tinchlikda ustunlikni qo'lga keltirishni to'rt ko'z bilan kutamiz dedi. Amerikaning yuqori darajalik bir diplomati Xitoyni tarixdagi eng chong raqobatchi degan. Yahoo xabarlarining 18-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning yuqori darajalik bir amaldori Yevropani Xitoyga qarshi qattiq bo'lishga chaqiriq qilib, Xitoyning Amerikaning sovuq munosabatlar urushi tarixida eng chong qiyinchilik tug'dirayotgan davlat ekanligini aytgan. 15 yildan beri Amerikaning tashqi siyosatini Rossiyaga qaratishni tavsiya qilib kelayotgan Amerikaning tashqi ishlar ministrligining muavin sekretari Kurt Campbell Amerikaning ilg'or texnikaga texnik ko'p mablag' solib, Xitoy bilan texnik yaxshi raqobatlashishni talab qilgan. Campbell Avam palatasi tashqi ishlar komitetiga Xitoyning Amerika tarixidagi eng muhim raqobatchi ekanligini e'tirof qilishni, sovuq munosabatlar urushining Xitoy elib kelgan qiyinchiliklar oldida hech nima emasligini aytib, Xitoyning zo'rliqlari faqat harbiy xiristlar emas, yana har sohada, yer sharining janubida, texnikalarda mavjud. Har sohada taktikalarimizni yetildirishimiz lozim degan. Kurt Campbellning bu ogohlantirishi Bayden hokimiyatida Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan ziddiyati pasaygan Prezident nomzodi Trumpning sovuq munosabatlar urushini ko'p tilga olgandan keyin e'lon qilingan. Bayden ilg'or o'zak eksportini umumyuzlik cheklashni o'z ichiga olgan qattiq tadbirlarni qo'llangan taqdirda Xitoy bilan bo'lgan suhbatni qo'llagan. O'tgan yili Kaliforniyada Bayden bilan Shi Jinping o'rtasida o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan buyon Xitoy Amerikaning harbiy aloqani asliga keltirish va fentanyl o'z ichiga olgan tarkiblarni azaytishdagi muhim talabiga qo'shilgan. Amerika yana Ukrainaga qarshi urushda Rossiyani qo'llaganda Xitoyni ogohlantirib, texnika eksportining Moskvaning harbiy ishlab chiqarishni oshirishiga yordam qilganligini aytgan. Campbell Amerikaning Xitoy shirkatlariga qaratgan jazosi to'g'risida
Raqobat shuki, biz bu masalada bu yerda texmi ko'p qo'llashga erishishimiz kerak. Yevropadagi nurg'un ittifoqdoshlar Xitoyning Moskva bilan bo'lgan munosabatidan andish qiladi. Ammo Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon Rossiyaning energiya importini o'zgartirishdan yanada sarosimaga tushadi. Bu davlatlar Xitoy bilan yana 15-20 yil savdo munosabati o'rnatadi. Xitoyga qarshi harakatda ba'zi Yevropa davlatlarining andishalari bor degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtumin Ala apandi buningga inkos qaytirib, bundaq xatardan gap ochib hech ish qilmaslik nutqning reallikni o'zgartirishda sirliq kuch bor degan qiyofatga kirib olib, arvohlar seyirga uchragandan keyin darhol qo'rqidi degan xam xayolni kuchaytirdi dedi. Bizda milliy inqilob boshlangandan buyon ajoyib ahvollar, g'aroyib insonlar ko'rildi. Shundoq kishilarni ko'rdikki, og'zida islom, ammo ko'nglida tilla yambu o'ch adovat, mansab va obro'ydan boshqa narsa yo'q. Salom soat gap so'zlarining hammasi dunyo uchun bo'lib, osmon o'rilib tushdimi xiyoliga kiribmi chiqmaydi. Qarg'udak bo'lsang, dunyo ko'zlashni, lay suvda biliq tutishni kasb qilib olgan. Bir butun mamlakatning hayot mamat masalasi bilan chatqi yo'q. Shunday qilib, bularning ko'plari xaroblashib, umumiy millatni mushkullikda qo'yishdi. Bular mamlakatning ozodligidan iborat dunyodagi eng muhim masalani hal qilish ustida turayotgan bir millatga xizmat qilmasa, o'zining shum g'arazlarini aralashtirib olib yursa, umumning milliy manfaatini qandoqmi kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Nafsani arzu havasi va maqsadlari uchun nupuzliqlarga yaqin turishga qiziqayotgan noahlilardan, millati uchun zarrachilik dardlanmaydigan his tuyg'udan mahrumlardan umumiy mamlakatga qanchalik foyda kelmoqchi edi. Başdan boshlab millati uchun hech qanday g'am qayg'usi bo'lmaganlarning, nafsaniyatga berilib puli va obro'yining oshiq shaydasi bo'lib yurganlarning milliy ozodlikqa erishish yo'lida saodatga boshlashidan qandoqmi umidlangili bo'ladi. Millatga, jamoat ishlariga tayyor bo'lolmagan zo'qsiz, har vaqt o'zining yoshirun g'araz va orzu-havaslari yo'lida harakat qiladigan va shu yo'llarga xizmat qilishni hamisha birinchi o'ringa qo'yadiganlardan qo'lida kuchi va qurol yarog'i borlarga xushomad qilib, har turli razil usullarga tayinib, yaqinchilik bildirishni, do'stlikni ko'rsatgan bo'lib, timsiqlab o'tishni xohlaydiganlardan ulug'vor g'oyalarga xizmat qilishni qandoqmi kutib bo'lg'ili bo'ladi. Xulosa shuki, har ishning o'z ahli, har mashqning o'z oshiqi bo'ladi. Bizlar milliy mustaqillik yo'lida mumkin qadar milliy tuyg'uga ega qavmning va vatanning dard g'oyasini sharaf biladiganlar bilan millatining moddiy va ma'naviy manfaatlarini o'z ishining oldiga qo'yib turib qilishni biladigan fidokor dardmanlar, g'oyadoshlar bilan birlikda ish qilib berishimiz lozim. Manba Erkin Turkiston gazeti 20-son 1934-yili 25 yanvar Kashgar. Uyg'urchaga ag'diruvchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.